Değerli do'st. Rahmat kattakon. Barchaga xayrli kun. Esingizda bo'lsa, kecha Dubaydan kelgan bemorimizni rinoplastika operatsiyasini amalga oshirgandik. Bugun hozir xabar olamiz. Qanaqa holatda? Sizlar ham ko'rasizlar. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Qalaysiz? Yaxshi. Ko'rdingizmi rasmingizni? Yo'q. Ko'rish xohlaysizmi? Только ёптики, что очень красиво. Мне понравилось, что до'st. Прям идеальный до'st. Rahmat kattakon. Qalay? Очень красиво. Dubay yana bitta yangi burunni qabul qilib oladi. Xabarlashamiz. Muammo yo'qmi? Hammasi joyida. Nормально, faqat shu yuzim ishi g'alati, ko'zim o'sadi. A так нормально. Bu haqda batafsil gaplashamiz. Bu ishlar o'zi tabiiy bo'ladi. Hammasi joyida. Sekin yurish kerak, harakat qilish kerak. Bo'ptimi? Birinchi koridorda yurib ko'ringlar, keyin bitta etajga tushib aylanib ko'ringlar, keyin mana bu yerda nabережный. Sekin toza havoda aylanib. Спасибо большое. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Ko'tarinki kayfiyat bizning ham kayfiyatimizni ko'taradi. Kecha xavotir olib qo'rqib turdi. Bular bilan bitta video qilish niyatimiz bor. Operatsiyadan oldingi, operatsiya vaqtidagi hissiyotlar haqida. Bular qiziq bo'lsa, izohlarda qoldiring.